Tasavvur qiling, bir kun bor. U kelganda yer uyg'onadi, daraxtlar kurtak chiqaradi, tabiat yana hayotga qaytadi. Bu kun Navro'z. Lekin Navro'z qanday paydo bo'lgan? Keling, buni bilish uchun vaqt mashinamdan foydalanamiz. Navro'z so'zi qadimgi fors tilidan olingan bo'lib, yangi kun degan ma'noni anglatadi. U har yili bahorning boshlanishida, kun va tun tenglashadigan paytda nishonlanadi. Shuning uchun ham bu bayram oddiy bayram emas. Tarixchilarning aytishicha, Navro'z bayramining tarixiy ildizlari 3000 yildan ham qadimiy hisoblanadi. Qadimgi zamonlarda odamlar bahorni tabiatning qayta tug'ilishi deb bilishgan. Shuning uchun Navro'z kuni ular uylarini tozalashgan, eski adovatlarni unutishgan va yangi hayotni boshlashga harakat qilishgan. Bu bayram Markaziy Osiyo xalqlarining hayotida muhim o'rin egallaydi. Masalan, Navro'zda odamlar sumalak pishirishadi, mahalla sayllari o'tkazishadi, daraxt ekadi, bir-birini tabriklaydilar. Sumalak esa bejiz tayyorlanmaydi. U unib chiqqan bug'doydan tayyorlanadi va baraka, hayot hamda yangilanish ramzi hisoblanadi. Bugungi kunda Navro'z nafaqat Markaziy Osiyoda, balki ko'plab mamlakatlarda nishonlanadi. Hatto 2010-yilda United Nations Navro'zni xalqaro bayram sifatida e'tirof etdi. Demak, Navro'z faqat bir xalqning bayrami emas, bu tabiat, yangilanish va insoniyat birdamligi bayramidir. Men Samar. Keyingi sarguzashtda yana bir tarixiy sirni birgalikda kashf qilamiz do'stlarim.